Bismillahirrahmanirrahim. Adab Ahlil Qur'an degan kitobni o'qiymiz emsa. Bu bir qancha muhodaratdan iborat 16 mi 17 mi. Birinchi muhodara al-muhodaratul ula deydi. Al-muhodaratul ula ta'riful adabi va anwa'uha va fadluha. Adabnanki tushuntirilishi, turlari, fazilati, ya'ni adab degan nima? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Va sallallohu va sallama baraka ala sayyidina va nabiyyina Muhammadin va ala alihi va sahbihi ajma'in. حياكم الله أيها الإخوة والأخوات في أكاديمية تفسير أكاديمية سيدكي قواتقان قرندشلا دايدو. في هذا المقرر آداب أهل القرآن بزمشو درس كتاب قرآن أهلنا أدب أخلاق للراقدة ضغط المس. هذا المقرر جاء لكي يعرفون أولا بالآداب التي ينبغي على صاحب القرآن أن يتأدب ويتحلى بها دايدو. مقرر degan mushu belgilangan darslar degan gap. Bizga oldindan sahibul Qur'on sahibi, ya'ni qori Qur'on o'rganayotgan, yodlagan kishilar o'zida o'zlashtirish kerak bo'lgan adab axloqlarni oldi bilan tunishtirish uchun keldi bu. Mushu adab axloq bilan adablanadigan va zinnatlanadigan, yatahalla biha degan zinnatlanadigan degan gap. Vel ilmu amdi ilm degan İmam Buxoriy rahimahulloh degandek, ya'ni Sahih al-Buxoriy degandek qablal qawli vel amal deydi. So'z va ish harakat amallardan burun nima ilm lozim. Ilmsiz ish qilib bo'lmaydi deydi. Indama qala İmam Buxoriy shundoq degan Sahih al-Buxoriyda babun al-ilmu qablal qawli vel amal. Ya'ni bir bab keltirgan Sahih al-Buxoriyning maxsus bir bab keltirgan, o babda degan bab deginiz bir qancha turlik masalalarning jug'lanmasi degandek. So'z va amaldan burun ilm, ya'ni oldi bilan biling, anandan keyin shu ilmingizga asosan basirat ustida turib so'zlang va amal qiling. Summa istashhada bi qawlillahi ta'ala, andan Alloh taolaning bilgin Allohdan boshqa ibodat qilingan haqiqiy iloh yo'q va gunohlaring uchun istig'for etqin degan mushu Allohning mushu so'zini, mushu gapiga al-ilmu qabla al-qawli vel amal degan mushu gapiga mushuni dalil keltirdi. Ya'ni oldi bilan bildi degan gap keldi. Fa'alam bil dedi. Allohdan boshqa ilohning yo'qligini bil. Andan bilgandan keyin gunohlaring uchun istig'for etish. Istig'for etish degan ham qavl kirdi, so'z kirdi, amalga kirdi. Ya'ni tilning amali deb tushunsak bo'ladi. Ya'ni mushu oyatda Alloh taolo o'zining gunohlariga mag'firat talab qilishdan iborat bo'lgan so'z va ish harakatdan burun fa'alam bil degan oldiga keltirgachga shunga mushu bobni keltirgan deydi. Fa izan nuridu fi hadha al-muqarrar awwalan an nata'allama ma hiya al-adab wa ma hiya al-akhlaq allati yanbaghi li sahib al-Qur'an wa li ahli al-Qur'an an yata'addabu wa yatakhallaqu biha deydi. Yani biz mushu kitobda, birinchi qadimliq kitobda birinchi muqarrarda sahibul Qur'on va ahlul Qur'on ahli adablanishi lozim bo'lgan va axloqlanishi lozim bo'lgan axloqlar nima? Qayslar yoki adablar qayslar biz oldi bilan mushuni o'rganmoqchi. O'rganishni qaror qildik. أن نعرفها أولا ألد بلان بني تنشترمز الآداب التي وردت في القرآن الكريم. يعني القرآن الكريم دي كاغان أدب بلان تنشترمز ألد بلان و پیغمبر الله اسلامنا سنت دي كاغان أدب بلان تنشترمز و سلف لدن كاغان أدب بلان تنشترمز و ينا صاحب القرآن وقرآن أهلي قرآن صاحبلري أن يجتنبوه يعني جراق بولش كريك يعني جراق بولش كريك بوغان مذمومة الأخلاق المذمومة يعني أي بلندغان
nachar raddiya degan nachar axloqlar nemu ham deb birimiz so'zlab birimiz qaysi nachar axloqlardan yiroq turish kerak buni so'zlaymiz shu kitobda. Fanabda ala barakatillah. Allohning barakati bilan boshlaylik. Alloh subhanahu va taolodan hammamizni ilm bilan manfaatlantirishni so'raymiz va yana bizga bu muqarrarda shu kitobda yani adab ahli Qur'on nomli shu o'rganish bosqichi desak ham bo'ladi shu kitobda shu darslikda barakat berishini so'raymiz. Barakat deganimiz yaxshilikning davomlashishi va ko'payishi barakat bo'ldi. Birinchi adabniki tunishtirilishi. Adablar degan nima degan gap? Oldi bilan adabdan bo'lgan maqsad nima? Ahli Qur'onning adabi. Adab deganimiz adabning ko'pligi. Adabun deyildi. Val adabu adab degan gap arab tilidan ilingan fil lug'a degan arab tilida demakchi. Fil lug'atil arabiyya. Adbi degan so'zdan ilingan. Al adbu degan da'va, bir yer chaqirish. Chaqirishni adab deydigan arablar aslida. Va lug'at olimlari, ya'ni maxsus arablik grammatikasi bilan shug'ullangan olimlar, grammatika, ya'ni arab tili, adabiyot masalan shuning bilan shug'ullangan olimlar deydiki, yastashhiduna fi kutubil ma'ajim mu'jam ya'ni lug'atlar kitoblarida va lug'at kitoblarida Tarafa ibn Abdul Bakri degan shu shoirning bir beytini misol qilib keltirdi ekan shu gaplarga. Ya'ni adab degan da'vat degan gap, da'va bir yerga chaqirish, taklif qilish degan gap deb buning misoli buni she'rda bundoq kelgan. Ya'ni biz Qur'on Karim bo'lsin yoki sunnat bo'lsin tushunamay qolsak ba'zi so'zlarni shu arablarning qabilalarining tillaridan, jahiliyatga she'rlardan bilalaymiz. Chunki arab Qur'on, sunnat arab tili bo'lganligi uchun. Yaqulu fihi muftakhiran. Bu shoir shu beytda, shu she'rning misralarida aytib faxrlanib turib mundaq degan: Nahnu fil mashtati nad'ul jafala. La tara al-adiba fiha yantaqir deydi. Buningki ma'nosini ko'rib boqaylik. Aslida bu. Ash-shahid huna qawluhu amda buningki isboti dalili, ya'ni adab degan gap, da'vat degan gapning dalili. Yaqulu nahnu fi vaqti shita. Mayadiki mashtati degani vaqti shita, ya'ni qish vaqti degan gap. Qish vaqti va haja, ayt muhtoj bo'lib qolgan, qiyinchilik bo'lib qolgan vaqtda nad'ul jafala, ya'ni butunlay umumiylik chaqirimiz boshqalarni, ya'ni boy kambag'al yoki urug' tuqqan emas, tunishadigan, tunishmaydigan demasdan butun xalqni chaqirimiz deydi. Nad'ul jafala degani shu umumiylik chaqirish, umumiylik da'vat. Hammadan kelinglar ziyofatga. Antaquma fi nas, kishilarning ichida turib ularni chaqirdi, da'va amma chaqirdi va ularning tamoqlarining hammasi g'izo atganlik g'izo bizning ustimizga, ya'ni biz o'zimizga oldik, sizlarni biz g'izolantiramiz deydi. Buni bu umumiylik da'vatdir. Kaman yaqumu fi majma'in minan nas, ya'ni bir to'p kishilar yig'ilgan bir to'p o'rinda turib bir kishi al-g'ada va al-asha'u indana, ya'ni atagak tamoq yoki kechki tamoq bizdandir, bizning qishimiz deysizlar degan kishi o'xshaydi. Mana bu xil da'vat arablarda jafala deyiladi. Ammo shaxslarni birdan chaqirsa, falon kilang, pustan kilang deb chaqirsa, ya'ni va yaxussu haza duna haza, birinchi chaqirib birinchi chaqirmasa buni fa yuqalu lahu innahu yantaqir, ya'ni tallidi, yantaqi degan tallidi degan gap. Bu ularningki sehiylikqa ishoratdir. Ya'ni butunlay chaqirgandan keyin sehiyligini ko'rsatdi. Chunki kishilar nihoyat qattiq muhtoj bo'lgan bir vaqtda, ocharchilik yuz bergan vaqtda umumiylik da'vat qildi, chaqirdi va xos da'vat qilmadi. Undaqda ular shunda qiyinchilik vaqt turib butun kishilarni tamoqqa taklif qiladigan kangirchilik, raho, bu kangirchilik, ozodchilik degan gap. Qo'l ilkida bor, pul bor, qiyinchilik yo'q vaqtda qanday bo'lmoqchi ular?
shaksiz ular undaq kengirlik vaqtda texim bek sexiy o'qitdi. Namrat vaqtida shundaq sexiy bo'la olgan ekan, kambag'al vaqtida boy bo'lgan chaqda boy yashat vaqtida texim bek sexiy bo'ldi deydi. Yani bu şeyde la taral adiba fina yantaqir adiba. Sen bizning içimizdeki adibni tallab chaqiradigan, uni chaqirib, buni chaqirmaydigan ko'maysa. Bu yerdagi adib degan kishilarni valima, ziyofatga chaqiradigan kishidir. Shuning uchun arablar valimini ma'duba deb ataydi. Ma'duba, valima, to'y ziyofati. Chunki adabdan ilingan. Bu yig'ilishga chaqirish yoki to'y ziyofatlarga chaqirish. Undaqda mana bu adab deganning lug'at ma'nosi, chaqirish, da'vat degan gap bo'ldi. Adab u da'vatdir. Adab deganimiz fal adbu deganimiz kishilarning al-adbu ila ijtima'in nasi yusamma adban. Ya'ni kishilarni yig'ilishga chaqirish adban deb atildi. Masdar adabun deydi. Yani lug'at ma'nosi adab axloq degan gapning lug'at ma'nosi da'vat degan gap degan. Shuni tushuntiryapti. Ondan undan keyin shu adab degan gapning ma'nosi bugungi kunimizda makarim, go'zal axloqlarga yetkazdi. Adab desa da'vat bir chaqirish, ziyofatga chaqirish deb emas, go'zal adab axloq, isil fazilat degandek ma'nolar tushunamiz masalan biz hozir. Yuqalu laha adabun, yani ko'pligi adablar deyiladi. Vel acib, ajablanarlik ishki adab degan bu so'z taraqqiy qilib ketdi. Aslida da'vat degan ma'nosidan taraqqiy qilib, asosda bizningki shu kunimiz keldi jahiliyat kunlaridagi vaqtida da'vat degan ma'noda bo'lsa, hozirgi kunimizda axloq degan ma'noda bo'lib ketdi taraqqiy qilib. Jahiliyatda adab deganimiz, adab deganlar hozir biz zikr qilib o'tgan, tilga o'tgan ma'nolar deydi, chaqirish degan ma'noda. Mana shu Tarfa ibn Abdning she'rini o'qidik masalan. Bir valimaga chaqirsa ma'duba deyildi. Da'vatni adaban yoki adban yoki adaban deyildi. Andin Umaviy asrda, Umaviylar xilofatlik davrida sen Hijriyaning 1-asrida masalan bu yerda adabdan bo'lgan maqsad taraqqiy qildi. Uningga tahzib va tarbiya, tahzib nafsini poklash degan gap. Tarbiyalash degan ma'no qitildi. Adab degan gapni tarbiyalash, ta'lim, tarbiya degan ma'no bildirdi. Ba'zi xaliflar va amirlar bolalarga ularni adablaydigan kishilarni tanlaydi. Tutib beradi bolalarning adab axloq o'rgatgan deb. Bundoq odamlar muaddibin deb atiladi. Chunki ular bolalarni adab axloq ustida tarbiyalaydi, go'zal axloq tarbiyalaydi. Ular adab, ya'ni adabiyat degan gapni edi. Adab degani adabiyotni, she'rni, Qur'on Karimni o'rgatadi. Bular muaddibin deb atiladi. Ya'ni adab chaqirish degan ma'noda ilgari, undan keyin Umaviylar davrida yana tahzib degan ma'no o'zgargan bo'ldi. Ya'ni muaddib tarbiyatchilar deb atiladi. Adab axloq o'rgatadi deb. Adan yana Abbasiylar davrida, Umaviylar davridan keyin Abbasiylar davrida bu ma'noni taraqqiy qilib, bu adab degan gap she'r rivoyat qilish, arablarningki so'zlarini rivoyat qilish, xutbalarni rivoyat qilish qatorliqlar adabiyot qatoriga kirib ketdi. Yani adabiyotmi? Adab desa adabiyotni bildirgan she'r, har xil xutba, mushlarmi adabiyot bo'lib ketdi, ya'ni adab bo'lib ketdi. Yani adabiyot degan ma'no qitildi bu yerda. Ya'ni buning taraqqiyoti bunaqa, da'vat degan ma'noda adab desa. Uningdan keyin ta'lim tarbiya bo'ldi. Uningdan keyinchi adabiyot degan ma'no qitildi. She'r masalan. Bu adab deb ataldi. Mushu adabiyot arablarningki so'zlarini naql qilgan, rivoyat qilgan, xutbalarni rivoyat qilgan kishilar bular udaba, adabiyotchilar deb ataldi. Adiblar degandek. Shuning bilan bu adab degan gap endi taraqqiy qilib,
she'r yodlagan, rivoyat qildigan xalifa va amirlar bilan yunadimu, ashlar bilan so'rindash bo'lib o'ltirib, chaypay ichishib, paranglashib qiladigan kishilarni ham adib deb ataldi. Adibningki yana bir ma'nosi ya. Shuning bilan mushu adiblar haqida, shunday she'r rivoyat qilgan shoirlar, adabiyotchilar haqida har xil kitoblar tuzilgan bo'ldi. Masalan, mashhur bo'lgan Yaqutul Hamaviy degan shu kishining Mu'jamul Udaba adabiyotchilar lug'ati degandek, mu'jami degandek shu kitobi bor. Masalan, faqat tarjima fihi lil ulama. Shu kitobida bu kishi olimlarni tilga olgan va she'r rivoyat qilgan, she'r yodlagan kishilarni va she'r rivoyat qilgan she'r raviylarni shu kitobda bayon qilgan tarjima holini. Andin, bundan keyingi taraqqiyot yana bugungi kunimizda bu adab deganning tushunchasi adabni ishiltish degan maqsad qilingan bo'ldi. Xos ma'noda. Bu she'r, nasr qatorliqlar bilan ko'p aylandi. Ya'ni so'zlarni nasrda xos uslub bilan ishiltishga ko'rsatilgan bo'ldi. Adabiyot bo'ldi ham deyna. Adabiyotning ham xos ma'nosi. Nurg'ulg'an her türlü pelle, söz pelleri kirip gitti. Söz alaqadar, tilga alaqadar, maqamat, til, edebiyat maqamat deydigan bir xil pen ma. Uyg'urcha yo'q, arabchada bor maqamat deydigan. Qiziqarliq, lekin bir xil hikoyalarni, ta'lim, tarbiya, ishlarni o'ch oladi. O'shalar o'xshash. Biz bu muqarrar shu darslar maqsad qilganimiz, adabdan bo'lgan maqsadimiz bizning bu yerda vatqan chaqiriq yoki ta'lim tarbiya yoki she'r rivoyat qilgan adiblar, adabiyot yoki amir xalifalarning so'rinlashlari degandek ma'nolar emas. Bizning maqsad qilmoqchi bo'lganimiz sahibul Qur'on ching tutishi kerak bo'lgan adab axloqlarni, asl adablarni, axloqlarni maqsad qilamiz deymiz. Adab desak, shu axloq bazil Qur'on sohiblari ching eslish kerak bo'lgan adab axloq. Fayashmalu zalika al-akhlaq as-sulukiyya. Suluki axloqlarni, ya'ni prinsip insonning bir axloqini, prinsipal axloqini va ichi tashqi go'zal axloqlarni, masalan, qalbining salomat bo'lishi, tilining iffatli bo'lishi, go'zal xuluqli bo'lishi, mijoz xarakterining go'zal bo'lishi, tabiatining bu xarakter degan gap go'zal bo'lishi va qalbining salomat bo'lishi qatorliqlar va boshqalarni o'z ichiga oladi. Va sawfa ta'ti ma'ana bi iznillah. Shu ma'nolarni hozir deymiz. Undaqda adabdan bo'lgan maqsad fa idan haza huval maqsud. Demak, mushu ma'nolar Qur'on ahlining adab axloqlari, adablari degan gapimizdan bo'lgan maqsad biz yerda deb o'tgan. Qur'on yodilgan qari, Qur'on o'rganayotgan o'quvchi qatorliqlar qalbi salomat bo'lish kerak, tilini yig'ish kerak, go'zal axloqli bo'lish kerak, xarakterini yaxshi bo'lish kerak deydi. Qur'on ahli chang tutish kerak bo'lgan go'zal axloqlar, go'zal adablardan iborat. Ikkinchi, adabning turlari. Adabning turlari bihasabi man yata'amalu ma'ahu al-mar'u. Inson bir kishi onun bilan muomala qiladigan adamning e'tiboriga asosan adabning turlarini turli bo'ladi. Ya'ni biz, masalan, men kim bilan muomala qilman? Kim bilan muomala qilmoqchi? Shuni asosan bir nechta turli bo'ladi. Masalan, Alloh bilan muomala qiladi, banda bilan muomala qiladi, ayol kishi bo'lsa er bilan muomala qiladi, bolalar bilan muomala qiladi. Shuni qarab turib har turli bo'ladi. Masalan, Allah bilan bo'lgan adab bor. Masalan, Allohni ulug'lash, Allohni hurmatlash, poklash, tasbih. Bu ishkiz poklash degan gap. Allohga go'zal ibodat qilish, Allohga xor bo'lish, o'zini tuvan tutib Allohga bo'ysunish. Shularning hammasi Alloh taolo bilan bo'lgan adab deganning qatoriga kirib ketadi. Undan keyin yana bir turlik adabchi payg'ambar alayhisalom bilan bo'lgan adab. Payg'ambar alayhisalom bilan bo'lgan adab qandoq? Onunki buyruqlarını ulug'lash, sunnatini ulug'lash sallallohu alayhi vasallam va onun ergishishni ulug'lash.
Peygamber Aleyhisselam'ın hürmetleş, yardım beriş, Peygamber Aleyhisselam'ın sünneti yardım beriş ve onun başka işler. El-edebu ma'al halq. Endi kişiler bilen boğan, halk bilen boğan edepçi, mesela ata-ana bilen boğan edep, ular xas boğan edep, anısı, dadısı bilen boğan edep, muallim bilen boğan edep, ayal bilen boğan edep, farzandlar, o'g'illar, qizlar bilen boğan edep, qo'shnilar bilen boğan edep ve mehmonlar bilen boğan edep bo'lgan boshqalar deydi. Ve li kulli halin min ahvalil muslimi edebun. Müslüman kişinin ahvalları her bir ahval bir edep ahlakla var. Şunun xas bo'lgan. Mana bu büyük şeriatning mukammalligining qatorida hisoblanadi. Bu yerda masalan adabun li taam. Tamoqdagi adablar bor. Masalan, qanday yeymiz tamoqni, tamoqdan burun qanday qilamiz, tamoqdan keyin qanday qilamiz degandek. O'ltirish adablari, ko'chalarda o'ltirish adablari, uxlash adablari, kirish chiqish adablari. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam hech qanday bir narsa qo'yib qo'ymagan. Vela halen min ahvalil muslim. Müslüman kişinin ahvallarının bir haletlerini mu koyup koymasın illa ve qaddallahu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem qanday bir ahval bolsa, qanday bir narsa bolsa, ala vecihil haqqi fihi onunda, muş işlarda, muş haletlarda haq, to'g'ri bo'lgan yo'lga Peygamber aleyhisselam Müslüman kişini yetaklab boshlab qo'ygan. هناك بعض الكتب في آداب أهل القرآن. أمدي قرآن أهلنا أدب أخلاقları hakkında bazı kitaplar bulup, şu kitaplarning muallifleri, yazgıçıları bunu ahlak deb atagan. Mesela Aciri rahimehullah o'xshash. Bu kitabını Ahlaqu Ahlil Qur'an, Qur'an ahlining axloqi deb atagan. Undaqda axloq degan shu gap, xuluq degan gapningki köplüğü. Xuluq deganimiz din. Xuluq degan din. İnsanın dini ve karakteri, tabiati. İnsan şu tabiatlangan tabiatdan ibaret buniki sajiya. Yani ahlak buludu yani. Bundaq bir xil tabiati, mijazi degandek. İmam Gazali rahmehullah buni tunishtirgan. Innal xuluqa, endi xuluq degan nima degan gap chiqadi da, adabning gapini qo'p turib. Endi xuluq yani adabning gapini qo'yib qo'ymaydi, ama adab deganimiz axloq demoqchimiz mayadiki. Endi axloq deganimiz Imom G'azalining tushundirishi bo'yicha hay'atun fin nafsi. İnsanning nafsidagi, ruhiyatidagi, ma'naviyatidagi bir nafsidagi bir hay'at, bir holat bo'lib, rasihatun, nayt mustahkam o'rnab ketgan bir hay'at, holatdan iborat. Tasdurul af'alu anha bi suhulatin va yusrin. Sharkatlar insonning shu xuluqidan, shu hay'atidan osonlik bilan, qulaylik bilan chiqadi. Ya'ni shu tabiat qanday bo'lsa, güzel ahlaklı kişiden devamlı güzel ahlak asan çıkıdı. Sehi kişi devamlı sehi kolaylam sehi bulalaydı. Onda kıyınılıp, özün azaplap kılmaydı demekçi. Mesela sabır kelsek, bu ahlaklardan bir ahlak. Peygamber aleyhisselam İslam bununla davet kılgan, çakırgan. Sabır kılışka bu bir ahlak mesela. فعندما يتطبع الإنسان وتخلق بخلق الصبر إنسان مشو sabırdan ibaret bu güzel fazilet bilen özün tabiat qavasa bu faziletni yatataba'shin faziletni karakter qavasa mijaz qavasa sabr qilalaydigan ajab sabrli kishika deymiz go mesela işte bo'lsa sabr axloq bilan axloqlansa bu uningki bir karakteri bir xil tabiatik aylanib ketalaydi shuningdan chiqadimi shu qo'y payil mesela xil mijaz. Mesela samaha başqalarga keng qursaqlik bo'lib, apu qilib etish, rostchil bo'lish qatorliqlarmi axloq. Va qis ala zalika sa'ir al-axloq deydi. Boshqa axloqlarni shuni qiyos qilib mo'ljallasang bo'lsa, selishtirib baxsini bo'ldim. Lekin adablar o'zining lug'at ma'nosiki ma'nosi bo'yicha deydi. Lug'at adab deganning lug'at ma'nosi axloq degan gapdan bakroq keng ma'nolarni dalolat jihatdan ifodalash bildirish jihatdan axloqning ma'nosidan kengri adabning ma'nosi axloqdan kengri. Adab kengri ma'noda, axloq tor ma'noda demoqchi. Axloq undan go'zal axloq bo'ldi.
va nachar axloq bo'ldi. Shuning uchun payg'ambar alayhisalom nachar axloqdan panohlik tilagan. Undaq bo'lgankan, adab ahlul Qur'on, axloq ahlul Qur'on, axloq hamalatul Qur'on mush gapning hammasi bir xil ma'noda. Bular biz deb o'tgandek qori, sahibul Qur'on, ahlul Qur'on va li kulli man huwa muttasilun lil Qur'ani bi sababin deydi. Ma'lum bir sabablar bilan Qur'on Karim bilan bog'langan, tutashgan. Qur'on bilan aloqasi bor qandaq bir kishiga cho'qqum zarur bo'lgan yambag'i iltizamuhu amaga qarsak bo'ldim. Uni ching tutish zarur bo'lgan, uning bilan axloqlanish zarur bo'lgan minal axloqlar va maqtiladigan fazilatlar deydi. Qavlan qasatan so'zyatin shirkatyatin zohiran va botinan ichingizda bo'lsin teshingizda bo'lsin hamma jihatdan voy bakchaqkan go birinchi dars va hazihi al-adab minha ma huwa wajib. Bu adablardan cho'qqum shu adab bilan axloqlanish kerak bo'lgan farz bo'lgan adablar bor, mustahablari bor. Hamda ulamolar shu adablar haqida kitoblar so'zlagan vaqtida, ya'ni mush adab axloqlar haqida so'zlagan vaqtida mundaq axloqlar bilan zinnatlanish kerak. Qori Qur'on talib ilmlar devatgan vaqtida deydi fi nafsi muallafatihim. Shu kitobning o'zida yana ma yunafiha mush go'zal axloqqa zid bo'lgan nachar axloqlarni tilga oldiğini, mallardan jiroq turing deb. Masalan, haram yoki makruh bo'lgan. Bularning hammasiga tag'lib babidan adab deb nom qo'ydi. Masalan, adab ahlul Qur'on lam deydi-da, bu go'zal axloqning gapi asli. Lekin uning ichida siz mundaq yolg'onchilikdan, riyodan jiroq bo'ling deydigan mana nachar axloqning tilga olinib bu bir tag'lib ma'nosi demakchi. Shaksizki xuluq va adabning islomda o'rni yuqori. Balki islomdan ilgirimi bu adab axloqning degan go'zal fazilatning o'rni yuqordi. Fa innaha min al-qadaya allati ittafaqat ash-shara'u ala husniha. Yani chunki bu go'zal axloq, adab axloq deganimiz shariatlarning hammasi, masalan Musa alayhisalom shariati degandek, uning go'zal ekanligiga ittifoq kelgan masalalardandir. Masalan, adablardan, fazilatlardan, makarim, go'zal axloqdan iborat. Shuning uchun olimlar shunday degan, dinning hammasi axloqdir. Faman zada alayka fil xulqi faqad zada alayka fid din deydi. Kimki senga shu go'zal axloq fazilat jihatda qattiq ziyoda qilsa degan gap, noyat adab axloq bilan muomala qilgan bo'lsa, uningki dinining ziyod ekanligini ko'rsatadi deydi. Ya'ni bir odamning dinini uning axloqi bilan o'lchalsang bo'l o'lcha demakchi, ba'zi olimlar shuni deydi demakchi. Ibnul Qayyim rahimahulloh shunday deydiki, insonning adabi deydi, axloq fazilatlari uning baxt saodati va nijotlik erishi, utuq erishishningki unvon, adres degan gap, ya'ni asosiy sababi desak bo'ladi. Uning qillatu adabihi, adabsiz bo'lishi, uningki baxtsiz bo'lishining bavar bo'lma shundoq degan gap. Halok bo'lishining, baxtsiz bo'lishining, mag'lub bo'lishining, xor bo'lishiningki sababi yoki shuning ifodasi, ko'rsatib turgan bir narsa demakchi. Valam mastujliba khayrud dunya val axira famaka. Dunyo va oxiratning yaxshiligi adab axloqqa o'xshaydigan bir narsa bilan jalb qilinmadi, qo'lga keltirilmadi va uningki qo'ldan ketishi, dunyo oxiratning yaxshiligining qo'ldan ketishi shu adabsizlikka o'xshash bir narsa bilan qo'ldan ketmadi. Adabsizlik, axloqsizlik dunyo oxiratning yaxshiligini qo'ldan ketkizsa, axloq fazilat dunyo oxiratning yaxshiligini qo'lga keltirdi deydi.